يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا لم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلك مسلمان قرنداشlar bugünkü nida dersimiz Allah subhanahu ve ta'ala'nın ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون degan Sura Baqara'nın 178 ve 179 oyatida bo'ladi. Oyatning qisqacha mazmuni Alloh taolo ey mu'minlar, mu'min bandalarim, sizlarga boshqalar tarafidan o'ldirilgan kishilarning haqqida, ya'ni o'ldirilganlar haqida qisos elish farz qilindi. Deb bo'lgandan keyin hur kishi hurning barobarida o'ldiriladi. Qul qulning barobarida o'ldiriladi. Ayol ayolning barobarida o'ldiriladi deb Alloh bayon qildi. Qanday bir kishiga, ya'ni shu qotilga uning qarindishi maqtulning o'ldirilgan kishining qarindishi tarafidan, ya'ni valilari tarafidan bir narsa afv qilinsa, masalan qisos afv qilinsa, fattiba'un bil ma'ruf, shu afv qilg'uchi kishiningki afv qilingan kishiga yaxshilik bilan agish bordir. Va ada'un ilayhi bi ihson, va afv qilingan tarafmi afv qilib bergan tarafga yaxshilik bilan ado qilib berish bor. Bu sizlarning Rabbinglardan yangillatilgan hukm va Rabbinglarning rahmati. Kim qisosdan afv qilib bo'lgandan keyin tajovuz qilsa, ya'ni o'lchamdan o'tsa, uni u kishi uchun ichinishlik azob bor. Sizlarga qisosda hayotlik bor, ya'ni katta bir hayotlik bor, cho'ng hayotlik bor. Ey aql egalari, taqvolik qilishinglar uchun, ya'ni boshqalarni o'ldirishinglardan saqlanish uchun deb Alloh subhanahu va taolo bu oyat bilan qisqagina bizga bayon qildi. Aziz mu'min qarindoshlar, bu oyat-i karimani tarjima qilishdan burun buning tushish sabablariga qarasak, Arab jamiyatida o'ch elish, intiqom elish, qisos elish ularning qon-qiniga singib ketgan umumiy jamiyatning bir odatiga aylangan ishdir, birodarlar. Bir odamning qisosini olamiz deb jamiyatlar bilan jamiyatlar, qabilalar bilan qabilalar urushib ketadigan ahvollar bor edi. Bu ularning qon-qiniga singib ketgan ahvol edi. Demak, Allah subhanahu va taolo bu oyat orqali qisosdan iborat bu qonuniy hukmni jahiliyat jamiyati qilib kelayotgan, jahiliyat jamiyati bu qilib kelayotgan bu hukmni qonunlashtirish bilan birga uni bir sistemlashtirmoqchi.
ve onun yollarını bizge bayan qilib bermoqchi. Çünkü Araplarda bazı kabilelerinin adamları öldürülse, o kabilenin bir adamı için yeni bir kabilenin bir neçe adamını öldürüp ötüdüğün, hatta bir kabilenin adamlarını bütünlem öldürüp ötüdüğün ahvallar var idi. Ya ki bir kabilenin adam öldürülse, başka kabilelerin öldürüvatkan kabilelerge öldürülgüçi taraf diyet tüleydiğen bir ahvallar vardı. Yani bu mesele tek şey emasıydı. Şu cemiyetteki güçlük, acizliğe karab durup öldürülgen kişinin ki ya ki öldürgüçü kişinin ki cemiyetteki ornu ve imtiyazına karab durup muamele kılınatdı. Ma-yurtning ki bir ayal, ma-yurtning yurtluk bir ayal yeni bir yurtun bir erini öldürüvatsa ayal öldürülmeydiğen bir ahvallar var. Allah subhanahu ve taala mana bu cahiliyetteki teksiz boğan, adaletsiz boğan öç ediş, intikam ediş meselesiga çak koyuş arkalık bir İslami yol arkalık bu meseleni hal qilishni Allah Taala bayon qildi birodarlar. Yani cemiyetteki tinchlik, xotirjamlik, cemiyette haqiqiy insonlarga baxtlik bir cemiyet qilish uchun u cemiyetni qonun bilan, tuzum bilan idora qilmasa bo'lmaydiganligini bilgan Allah o'zining ulug' muqaddas kitobi orqali bu cemiyetninki mushu intiqom elish, qisas elish tarafiga munosabatlik bo'lgan bu masalalarda mu haqiqiy bir yo'l yo'riqni bizga berdi. Mana bunun qarta çügüzülgen hüküm. Bu qisas ezelden başlap bu. Ama qisasni unutkan ya ki qisas meselesi onun hayatından çıkıp ketken milletinin üstüde tacavuzcılığının, zalimliğinin ya ki kişilerinin hak hukukunu depsenlik kıldığın menfaatperestlerinin kolu mengu kötelmeydi. O millet özünün hak hukukunu qoğdayamaydı. Katil birer kişini öldürüvatsa özünün şu öldürülgüçü kişinin ki kabilesi, yurtu, urgutkını taraflarından izlep kelip tutulup çokum şu cinayeti suç kılındıgan cinayetigi cinayi javobgarligini tatiladigan ishkallikini bilgan chag'ida boshqalarga tajovuz qilmaydi, boshqalarning haqqiga tajovuz qilmaydi, boshqalarning qiniga tajovuz qilmaydi birodarlar. Bu bir ilahiy qonuniyat va shundaqla ijtimoiy qonuniyat ham bu. Ama Araplarda bu odat bor. Lekin o'xshash emasdi. Farqlanadi. Allah Taala buningga bir belgilimini belgilab berishni Allah iroda qildi. Allah Taala bu oyat karima orqali yana mu'minlarni chaqirib, tuvandagi deyilmoqchi bo'lgan hukm mu'minning ustiga tushadigan hukm. Mu'min qiladigan ish. Mana bu iymonni da'vo qilgan insonlarning hayotiga tatbiqlanadigan va shuni buni amaliy harakatga aylantiradigan ish bu. Deyishni Allah subhanahu va taolo bizga uqtirish uchun davomli iymon sifati bilan bayon qildi. Kutiba alaykum, bu kutiba degan so'z bekitilgan sizlarga shu o'ldirilganlar haqida qisos elish bekitildi demakchi Allah. Qaror qilindi sizlarga. Yani Kur'an'ın başka yerlerinde mi purize degan ma'noda mi keldi, ma ishchilarga farz qilindi deb mi keliglik yoki qilinglar deb buyruq shaklida mi keliglik, bu kutiba alaykum degan bu so'z bilan bu hükümni Allah subhanahu va taoloninki bekitish
kişide alohida muhim bir ma'no bor. U ma'no nima degan chaqda eg'izaki bo'lgan har qanday ish unutilib qilishi mumkin. Yoki uni qilgan kishi eg'izaki deyishgan so'zdan tinib olish, inkor qilib olishi mumkin. Masalan bir ilm setim qilgan kishi eg'izaki orqali ilm setim qilgan bo'lsa, o satquchi pushmon qilamdi yoki og'uchi pushmon qilamdi, pushmon qilgan hamon sodini buzib, yenib olaydi. O vaqtda ikki tarafning biri paktga muhtoj bo'ladi. Ya'ni yezib qo'yilgan, imzo qo'yilgan paktga muhtoj bo'ladi. Tinuvlanmaslik uchun. Allah subhanahu va taala bu yezishga muhtoj emas. Allah taala yezishga muhtoj emas. Ammo inson o'zining hayotidagi ilm birim, ijtimoiy aloqa, bütün hareketida şu ishlarni yezish, bu ish bilan buning bilan abbardi. Bunda abbarishlik sabab inson bir xotirjamlikka erishish uchun. Çünkü yezilgan ishni teni olanmaydı, inkar kılanmaydı. Hatta davalining oldiga borgan chaqdimi shuni isbot qilib turib tanlayolganligi uchun inson bundan xotirjam bo'ladi. Alloh taolaning bu yerdagi kutiba alaykum degan so'zidagi kutiba degan lafzi bilan deyish bu yezildi, bikitildi deb bu kishilarni tuvandagi o'zi tushirib bekitgan qonundan xotirjam bo'linglar. Bu qonunun xotirjam bo'linglar deb mushu qisas haqidagi qonundan insonni xotirjam qilmoqchasiz birodarlar. Nima uchun bu yerda xotirjamlik ma'nosidagi kutibani akiladi degan chaqda? Chunki qisas degan adam o'ldirish demak. Qon to'kish demak. Boshqalarning joniga zomin bo'lish demak bu. Bu eng qo'rqinchli bir ish bu. Lekin buningda bir rahat baliqini, xotirjamlikning baliqini Allah subhanahu va taala bu yerda bildirmoqchi. Yuqorida deb o'tganimizdek har qanday bir kishi o'zining qilgan qilmishining jazosini cho'qim tortadiganligini, qilgan qilmishining badalini o'taydiganligini bilgan vaqtda u kishi u jazoni u qilmishni qilmaydi. Natijada o qilg'uchi tarafmi xotirjam bo'ladi va qilinguchi tarafmi, ya'ni tajovuz qilinmoqchi bo'lgan kishi u xotirjam bo'ladi. Şu Allah kutiba alaykum deb bu yerda bu farz qilindi, bekitildi. Sizlar bu bir yo'l, bu yo'lning sirtiga chiqib ketsangiz bo'lmaydi. Buning bu islomiy bir yo'l, hisobini men hisob qiladigan bir yo'l, buning sirtiga chiqib ketsangiz bo'lmaydi dedi. Endi qisas degan so'z arab tilida qassa yaqussu degan ma'noda chiqqan bo'lib, bir narsani tekshiradi, aniqladi degan ma'noda. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mi vaqalet li uhtihi qussi Musa aleyhisselam'ın anısı özününki nimesiga bir tuqqan singlisiga sen Musa'nın keynidin bir ergeşkin, onun ahvalını uqqin dedi. Yani onun haberini uqqin demekçi. Yani bir yerde qisas degan bu sözün ma'nosi cinayet qilgan kishi, adam o'ldirish orqali jinoyat qilamdi. Qatillik qilish orqali jinoyat qilamdi. Jinoyat qilgan kishi qanday qilinadi desa, boshqalar tarafidan uning o'rni aniqlanib, qo'lga tushirilib, uni sud mahkamalariga olib borib sudlanib, uningga jazo beriladigan kishi u. Shunga Alloh subhanahu va taolo qisas degan bu so'z bilan mu'min musulmonlarga jinoyat o'tkazgan mujrimlarni, jinoyatchilarni sizlar rohat qo'ymanglar demoqchi. Xotirjam qo'ymanglar ularni. Ular jinoyatni o'tkazib bo'lib xotirjam turolmasin. Mana bu sizlarning ustunligi bu bekitildi deydi Alloh taolo. Şu Allah taala bu ayette bak qisas meselesinde, hem de qisas degan boshqalarni o'ldirish, qinini to'kish bo'lganligi uchun inson sal buningdan qo'rqidi-da, qochidi yoki yomon ko'radi. Allah buningga shu oyatning oxirisida va lakum fil qisas hayatun ya ulul albab deyish orqali
Sizlarga qisosda hayotlik bor deb qo'ydi. Ya'ni manfaat bor sizlarga bu qisosda deydi. Sizlarga qisosda manfaat bor, hayotlik bor. Bu qisosni unutmagan, qisosni diniy nuqtadan bo'lsin, ya o'zining mavjudlik nuqtasidan bo'lsin, bu ishni unutmagan har qanday bir millat ya qabila yoki jamiyat bu o'zining hayotiga kafillik qila oladi. Xotirjamligiga kafillik qila oladi. Va uningga keladigan har qanday bir ziyondan, zahmatdan bu nima qila oladi? Qutula oladi. Ana bu qisos degan masalada qattiq bir to'xtalish lozim aziz birodarlar. Qisosning haqiqati nima? Qisosning haqiqati boshqalarning jonini elish, o'ltirish, hayotlikni yo'qotishmi yoki bu qisosning haqiqati nima? Alloh subhanahu va taolo bandalarini azoblash uchun, jazolash uchun, shu bandalariga dushmanlik qilish uchun qonun tuzumlarni yo'lga qo'yamdi yoki bandalarni dunyo va oxiratlik manfaatga elib chiqish uchun qonun tuzumlarni o'tirib qo'yamdi degan chaqda Alloh subhanahu va taolo insonlarni dunyo va oxiratlik baxt saodat uchun qonun tuzumlarni bekitadi. Shuning uchun hamda qisosga kelsak, qisosning asli tigi mohiyati adablash va isloh qilish. Jamiyatni tuzash, jamiyatni adablash o. Nima uchun? Isloh qilish uchun adablash. Masalan, bir dada yoki o'qituvchi ustoz yoki bir maktabning mudiri yoki bir davlatningki boshlig'i, ya'ni podshoh ya ministr deylar, qanday bir inson agar uning qoshida bir kishi eskilik qilsa, ya'ni jinoyat qilsa, qanday qiladi? O eskilik qilganlik uchun voz kechamdi yoki voz kechamdi yoki uni jazolamdi. Agar o Rahman, Rahim, ya'ni kuyimjon, mehribon bo'lsa, o jazolaydi aziz birodarlar. Agar o kuyimjon bo'lmasa, jazolamaydi o. Qanday? Nima uchun? Jazolasa, har qanday bir inson bir xatolikni ishlagandan keyin shu xatolikni ishlagan hamon uning oldiga jazo keladiganligi aniq uni bilgan vaqtida yoki jazolangan hamon shu bir xatolikni ishlasa, o ikkinchi qitim jazolash, ikkinchi qitim xatolikni ishlamaydi. Uningga nisbatan bu intoyin bir ochiq savoq bo'lib qoladi. Men bir vaqtda menda xatolikni qildim, shu xatolikni qilganlik uchun menda jazoga yo'liqqan, endi buni qilmayman deydigan ish bo'ladi. Agar xatolikni qildi, tashib etildi, xatolikni qildi, tashib etilaversa, u inson borgan siri haddidan oshadi. G'aflat basida o jazoni xatolikni qilaveradi. Natijada jamiyat, jamoat, insonlarning hayoti buziladi. Bu adabliganlik, ya'ni jazolaganlik bu dushman tutganlik emas. Uning nisbatan bir savoq berganlik. Masalan, bir qatnash qonunini qarab baqilib, qatnash qonuniga qarab baqsak, shu qatnash qonunida qizil chiroqdan o'tsang, sen ya şoförlük piravan tatilidi yoki onun 200 lira yoki 500 lira jazolini sen deyilibdi yoki sen 15 kunlik tutib turlisi deb onun jazo bekitilibdi. Haqiqatan shu qatnashni haydagan kishi ötüptü şu belgülemeden ahlap ötüptü. Neticede onun kinişkisi tutulup qılıptı, yoki onun ceza yazılıptı. Yazılgan bolsa bir qitim o şunun uçuğan insan ikkinchi qitim onda işte qılmaydı birodarlar. Onun nisbatan o naiti savaq buludu, ders buludu, ibret buludu, o ötmeydi o. Eğer o taşlap koyulsa o çağda
O hatalı şeydir. Şuna Allah Subhanahu ve Taala'nın Rahman ve Rahim süfeti bendeleri kısasını yolga koyuşunu talep kılgan. Allah'ın bunu yolga koyuşu bendelerden intikam veriş için emas, ya bendelerini cezalı veriş için emas, fakat bendelerini hatalıktan saklaş için, cinayetten kutkuzu veriş için. Onun sebebi bilen cemiyetinin yoki bir cemaatning vayron bo'lishdan qo'g'dab qilish uchun Allah Subhanahu va taolo ba'zi jazolarini rahmat sifati bilan o'tirib qo'ygan. Ikkinchi birisi jazolarini o'tirib qo'yishning hikmatlaridan ikkinchi birisi o qonun jazo orqali qimmatga ega qilinmasa, insonlar o qonunni e'tirof qilmaydi. Ko'zga ilmaydi o qonunni. Allah Taala buyurdi, to'sdi, ba'zi ishlarga cheklamalarni qo'ydi. Uning surishtirmasi bo'lmasa, jazosi bo'lmasa, insonlar uni ko'zga ilmaydi uni. Shunga Allah Taala bu yerda yo'l qo'ydi. Bo'lmasa Allah Subhanahu va taologa buning hech qanday bir faydası yok. Bendelerine o cezalap Allah'a hiç kadar faydası yok. Sahih Müslim'de bir hadiste, ya ibadi, ey bendelerim, eğer sizlerin avvalki ahirkilerinle, insan cillerinle hemmisi sizlerin içindeki en takva bir adamın kalbideki de bulup kessenler, bu benim mülkümde hiç nesini ziyade kılanmaydı. Bütün dünyadaki hem insan en takva bu kessin. Allah'ın mülkü hiç kanda bir Allah'ın mülkü hiç kanda menfaat yetmeydi. Çünkü Allah insanı dünyaya ekilişten burunma Allah'dı o. Dünyanın igisiydi o. Eğer senin avval ahirinle insan cillerinle hemmisi en pasık bir adamın kalbidek bulup kesse, bu benim mülkümden hiç nesini kemeytenmeydi o. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadiste bayan kıldı. Yani eğer sizlerin avval ahirinle insan cillerinle hemmisi bir tuprakta turup menden sorsa, men her bir insanga sorgumda bersem, o menin keşimdeki hiç nesini kemeytenmeydi. Bir misal alsak, denizge bir yingini taşlap taatkandan keyin şu yingniga qanchalik nem yo'qidi, ashunchalik yo'qib qalayo bo'lib chiqmaydi dedi. Demek Allah'ın bütün dünyadaki insanların teliginin hemmini bir bitiş, Allah'ın ki mülkünü kemeytenmegende, bütün insanlar takva bulup kessin mülkünü ziyade kılanmaganda, o Allah Teala'nın bazı kanun, bazı cezalarını biz Müslümanların hayatını bekitkenligi Allah'a menfaatlik emas o braderler. Fakat onun menfaati kimge? O menfaati biz Müslümanlara. Hatalıştın saklaş. Ve ikinci kıtım hatalış kılıp igirrak boğan cezağı düşüp kalıştın saklaş için Allah Subhanahu ve Teala bayan kılgan. Şu bu yerdeki kısas meselesi mi? Bir adam öldü, makul. İkinci bir adamını öldürgenin nemi paydası deyimiz biz. O tirilemdi o öldürgen katil, yani öldürülgen maktul, mani öldürsek tirilemdi o nemi paydası deyip koyup koyuşumuz mümkün. Ama Allah deydi ki sen öldürülgen kişi için onun onuğa kısas alsan, yeni başka öldürmekçe boğan, öldürüşünü niyet yügen nurgun insanların kalbindeki cinayet toktaydı. Cemiyetteki kişilerin keniga tecavüzcülük kılış toktaydı. Mana bu cemiyetke menfaatlik, ailege menfaatlik, en ahırsı sana menfaatlik deyip Allah Subhanahu ve Teala bu yerde bunu bayan kıldı. Ama Allah Teala kısasını bayan kılıp boğandan keyin bizge kısasının yolunu kökstüp el-hurru bil-hurru dedi. Hür insanın beraberge öldürüldü dedi. Eğer bir katil hür insanını öldürgen bolsa, hür insanını öldürgen bolsa, şunun onuğa kul öldürülmeyi, ya ki ayal kişi öldürülmeyi, yeni bir hür insan öldürüldü.
Qulning baraberge öldürüldü. Ayalning baraberge öldürüldü deyish orqali Allah cahiliyet cemiyetdagi umumlashib ketgan kuchliklar ojizlarni o'ltasa, o kuchliklar ojizlar uchun qisas elinmasdan diye tülep birdigan, ama acizlar kuchliklardan birasga hujum qilib qalsa, ya öldürüp qalsa, onun için hassilab öldürüladigan maaşını Allah Teala yok qilmoqchi. Xuddi bugungi kunda misal alsak, masalan, kuchlik davlatlarning odamlariga biror davlat chiqilib qalsa, o derhal aciz davlatlarga besim qilib, sen bizning qurollarimizga chiqilanmaysan, bizning qurollarimizni sening sotlash, so'roq qilish, tutib turish huquqing yo'q deb uningga besim selib tutquli qo'ymaydigan, ammo aciz davlatlarning odamlari kuchlik davlatlarga shunda bir menfaatiga ziyon yetkazib qalsa, shu hamon o kuchlik davlatlar odamlarni tutadigan, sotlaydigan, so'roq qiladigan, hatta menfaatimizga ziyon yetkazdim deb biror davlat yoki biror jamiyatlarni vayron qilib o'tadigan, yo'q qilib o'tadigan bunda bir jahiliyatning odati bayda Alloh subhanahu va taolo bu ishni Allah bu oyat orqali yo'q qilib o'xshash bo'ladi qisosda deydi. Qisosda bir jonga bir jon o'ltiriladi. Bir jonga bir jon o'ltiriladi deb Alloh taolo bayon qildi. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisda el muslimune tetekafa'u dima'uhum, Müslümanların qeni hemmisi o'xshash, baraber. Bunun içinde qo'l, hör deb yo'q. Agar bir dünyadaki en ilim ma'rifatlik bir insan, cahil bir insan öldürüp salsa, bir alim insan öldürüp salsa, onun onuğa alim öldürülüdü. Eğer bir doktor insan savaşsızını öldürüp salsa, yana onun onuğa öldürülüdü. İslam bunu bayan kıldı. Aşuruvat mala demekçi. Allah bu kısasta adalet prensipini bayan kılmakçı. Kısasının tertibini, yani kısasınınki tertibini Allah Teala bize bayan etmekçi. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un. Bunu bayan kılıp boğandıkın Allah bu ayette maktulunun, yani öldürülgüçü kişinin velileri terip edin, katilga işağı edip meyle edip bir nesini əfiq bəsə, məsələn, qisas alime ben deydiğim bir hukuk var, hem de bir katil, bir adamını öldürüp atqandıkın məktulunun şu katilini öldürüş hakkı buludu. Asli şeriatte. Onu öldürüş, onun hukuku, onu izlep, tepip, sürüştü, kılıp, ekilip öldürüş onun hukuku. O hukukka cemiyet mi, cemaat mi ve devlet mi arlaşanmaydı o hukuk. Ama onu yardımlaşıdı. Yani ula tutup ekilip maktulun velilerine kolgu tapşırıp birdi. Mavi senin hakkın, seninki tukununu ya ki yakınını öldürüp etti. Bu senin hakkın. Mani sen öldüğün de bunu tapşırıp birdi. Ne için? Çünkü maktulunki ilgilerinin kalbide katilga ve katilinin yurt ya ki kabilelerine kattık üçümellik var. Kalbide bir adavet var. İslam bu adavetini ölçemekçe, tüketmekçe. Bunu tüketişinin yolu çokum katilini, maktulunun ilgilerinin koluğu tapşırır. Mene şu vakitte maktulunun velileri katilga bupto sana iş ağıtıyla dep qisasdan diyetke kelib afi qilib bergan bo'lsa deydi. Afi qilib bergan bo'lsa bu uning haqqi. Allah bu yerda min ahihi deyish orqali, qarindosh deyish orqali yana qotil maqtulning o'tirisidagi qarindoshlik, diniy uxuvatning ham borligini Allah bayon qilib berdi. Sen afi qilsang o'zingning qarindoshiga afi qilasan. Merhamet kılsan özünün qarindoshiga merhamet kılsan. Kuyünsen özünün qarindoshiga kuyünsen sen demekçi.
Bu bir qarindoshlik aziz birodarlar. İslam bu yerda yana bu orqali qatilning tarafdorlarini ham maqtulning bir insoniy qarindoshi va insoniy bir tuqquni ekanligini eslatib turyotdi. Shuncha qani to'kalgan kishilarga ham yana uning bir qarindosh ekanligini nima qiladi? Buni afi qilingan chaqda hamda buningga qarshi bir yo'l bor, qisosdan diyetga tushgandikin fattiba'un bil ma'ruf dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni muomalada go'zal bo'lish uchun afi qilguvchilar afi qilib berilgan kishilardan diyetni olish uchun yaxshilik bilan agishing var. Ha, men seni afi qildim. Agar xohlagan bo'lsam o'ltirdim. Bu o'ltirish mening huquqimdi. Diyetni darhol to'lagin. Diyetni bugun bermasang bo'lmaydi deb ularning ustidan afvi qilish huquqi bilan kibr qilmanglar. Yo'g'onchilik qilmanglar. Bu sizning qarindishinglar, bir gunohkor qarindishinglar. Bu sizning qo'linglarga tushdi. Siz uni afvi qildinglar qarindoshlik yuzasidan. Endi sizlar bu yerda barobar bo'ldinglar afvi qilgandan keyin. Faqat diyetni talab qilish haqqinglar bor. Musha haqni talab qilgan chig'inglarda bir qarindoshga muomala qilgan shaklda talab qilinglar. Fattiba'un bil ma'ruf shunda talab qilinglar. Qarshi tarafgacha bermoqchi bo'lgan tarafga Alloh deydi va adaun ilayhi bi ihson. Maqtulning valilariga yaxshilik bilan ado qilish bor deydi. Sizlar yaxshilik bilan ado qilinglar. Ne'matni bilinglar. Sizlarning hayot qilishinglar kechirim qilgan qarindoshlaringlarning marhamati bilan bo'ldi. Qarindoshlaringlar sizlarni afi qilmagan bo'lsa, sizlar yo'q edinglar bugun. Demakki, sizlar bu ne'matga shukr qilish uchun uningga yaxshilik bilan ado qilib beringlar. Uni kechiktirmanglar, keyiniga so'ramanglar. Bir qismisini berib bo'lib, yana bir qismisini bermaymiz deb turmanglar dedi Alloh taolo. Bu yerda ham intayin güzel bir muomala. Qon to'kilib turayotgan, bir-biriga qalbidan g'azab, nafrat bilan portlab turayotgan holatda Alloh ahih degan, uxuvvat degan so'zini bayon qilish bilan, ya'ni qarindoshlik degan haqni, o'ttirdagi haqni tunutish bilan birga og'uchi tarafga yaxshi muomala qilish, berguchi tarafga yaxshi muomala qilishga Alloh taolo bu yerda chaqirdi birodarlar. Mo'minlar bu islomiy quvvatni haqiqiy tunish lozim. Alloh qiyomat kuni kishilarning quvvatga sal qaraganligi, uning haqqini ado qilmaganligi, quvvat masalasida bir musulmonlar bir-biriga haqiqiy bog'lanmaganligini yana qiyomat kuni Alloh so'raydi uni. Chunki bu quvvatni odam o'ltirish, qon to'kilishdan iborat eng og'ir jinoyat. Onun cezası eğer kasten öldürüp sağan bolsa, kasten öldürüp sağan bolsa, ebedil ebed derecesinde dövzakta kalıdığan, muşunda ağır cinayetini üzüğü tanmaydıgan kuvvet bu deydi Allah. Şimdi bu kuvvetke sel karamanlar deydi. İslami qarindoshlikdan kişilerini çıkırıp ötüdüğen devamlı. Qarindoshlikdan başkalarını qoğulup ötüdüğen kişiler bunun dikkat qilish kerak. Allah zalika tahfifun min rabbikum ve rahme. Bunu bayon qilib bo'lib, bu qisas masalasi sizlarning oldinglardagi kishilarga farz qilingan. Uning ularga farz qilingandek sizlarga ham farz qilindi. Ammo buruqlarga farz qilingandek emas. Buni o'ttirisida deydi. Yahudlarga qisas bilan farz qilingan. Hristiyanlarga, Nasaralarga diyet farz qilingan ekan. Biz mu'min musulmonlarga xolisan qisas. Agar diyet nima qilgan kishi, ya'ni maqtulning valilari, men buningdan qisas olmayman, diyet olaman desa, diyet elishmi ruxsat qilingan darajada Alloh taolo bu hukmni yengillatdi. Mana bu sizlarning Robbinglar tarafidan sizlarga yengillatilgan hukm va bu rahmat bu deydi. Allah Taala bu orqali bizlarni mana shunda afvi qilishga, tahfif degan ishorat bilan Allah yana sizlar yengillasanglar, bu Robbinglarning qilgan qiliqini so'yganlik bu.
Çünkü Rabbinle engilletti. Rahman o, Rahim o, Mihriban o. Selam o. Ehbi kılsana. Uy yaxşı demektir. Allah Teala müminlerini sıfatlab وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَسَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ dedi. Yani zulüm yetken kişiler ola intikam alıdı dedi. Zulüm uçurgan kişiler intikam alıdı deyip bilip وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا yamanlıkның cezası şunun okşaş yamanlık deyip hem bayan kıldı. Bir adam eskilip kılsa onun okşaş yani sen onun nimisine yamanlık, kıganlıkıga kardı muamele kıldıydı. İslam kişilerinin kıgan yamanlıkıga karda muamele kılış yolunu ecevetti. Ruhsat kıldı. Bunda ruhsat kılışı seni başkalar urup tutsa, üstünge minip tutsa, türlük azaplar bilen seni azaplap tutsa, sen cimultugin, afikilgin, onun olan karın boğmusun deydiğin İslam emez bu. Çünkü her insanın tabiiyeti bununla hem razı olmaydı. Allah bu yerde işini içip verdi, senin hakkın, hukukun. Sana tecavüz kılan kişiden kısas elişin, intikam elişin, onundan hakkını talep kılışın senin hukukun. Ama o senin kırılışın bu kasçı. Eğer o taraftan sehvellik sebepten mühinde cinayet bu kasçı, ehvi kılışın yaxşı deyip Allah Teala bu yerde bir merhamet tarafka, fazlı tarafka bizden çağırıvatı dedi buralar. Şu an İslam'da bu düşünüşümüz lazım. Yani tekrar desek kısas eliş ote ya ki bu xil feriz kanda bir milletin yok kesse ya kanda bir cemaat bunu unutsa yani onun üstündeki kanlık kolla kötelmeydi. Onun nesli kuruydu. Onun sani köpeymeydi. Onun hak hukuku itiraf kılınmaydı. O defsende kılındı. Yokaydı o. Allah Teala ahiriste فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ hem efik bulap tecavüz kılsa diyen yili işletip bu yerde. Destifida abuptu biz efik kıldık deyip diyetini ep bulap onun dinkin emdi biz öldürmez deyip bu yeni tecavüz kılsa, hak hukuku tecavüz kılsa onun için içinişlik azap var dedi Allah. Bu yerde digini sana kısasını eliş hukukunu bedim. Efvi kılış hukukunu ben bedim. Kısasını ammay efvi kılıp hukukunu sen efvi kılış hukukunu sen tallığandın ken sen bu yerde yılı kılsan uçakdım ilgisi men bu davanın dedi Allah. Uçakta men cezalayman dep maktulning velileriga Allah men senin davagarın bulaman. Yani seni cezalaydıgını men bulaman dedi Allah. Allah'ın digini insan özünün hukukunu qoğdaş gerek. Hukukudan öz ihtiyarlığı bilen düşüppägendan keyin yeni olmaslık gerek. Eğer unda kapkasa onun davagarı şu. Ahirde Allah Subhanahu ve Teala biz müminlere velekum fil kısası hayat ya ulul albab dedi. Sizlarga qisasda hayotlik bor aql egalari. Lakum degan arab tilini Allah berib biladi, sizning manfaatingiz deydi. Qisasda hayotlik bor. Katta hayotlik demakdir. Eng cho'ng hayotlik. Balkim bir qitimlik qisas bir jamiyatni saqlab qolishi mumkin. Ya bir oilani saqlab qolishi mumkin. Ey aql egalari, Allah beşidi iman egalari deb chaqirgandikin, meyada aql egalari, ya'ni mu'min musulmonning ichidami aqli bor odamlarni Alloh taolo alohida chaqirib turib, sizlar buni adam o'ltaganlik, qonni qon bilan yug'anlik sizlar deb qaramanglar sizlar. Deydi Allah. Ya'ni buningda hayotlik bor deydi. La'allakum tattaqun sizlar şu adam öldürüşdən saqlanışınlar üçün
Hayatlık bak. Bu yerdeki tettakun nemeden? Adam öldürüşten saklanıştan olsun. Çünkü kısas elingan hemen adam öldürüş noktaydı. Ya ki kısas elişini biliş takvalık. İmanның talep taqazzası. Furide aleykum degan buyruqning Allah bekitgan bu Qur'onning icra qilingan bir ko'rinishi bu, aziz birodarlar. Şuna ba'zi avam xalqning eg'izidimi bunda bir gap bor. Nima tayoq jannatdan chiqqanmish deydigan. Chunki tayoq bilan kishilarni xatolikdan saqlag'ili bo'ladi. Agar bir uyda tayoq bo'lsa, balalar shundoq yaxshi bo'lib ketadi, tarbiyalanadi. Do'stog'anga vaqtida keladi, uyiga baldur keladi, darslarni yaxshi takrorlaydi. Aningdan keyin bu oilaning ishlari hammasi bir yaxshi idora qilingan bo'ladi. Buning ma'nosi tayoq biring degan gap emas. Ammo her kaçan dünyada merhamet bu nurgun ziyallahu hep kılıdı. Şu Müslüman merhametlik buludu. Ama merhametlik buludu gayyada merhamet buludu. Allah subhanahu ve ta'ala Rahman Rahim zat. Şunun bilen birge Allah subhanahu ve ta'ala şedidul iqab boğan zat. En katlık cezalaydıgan zat. Biz bunu bilishimiz lazım. Aziz qarindoshlar, Allohning va lakum fil qisas hayot degan oyat-i karimani ko'p takrorlash kerak. Musulmon tarixiy dushmanlarini, avlod dushmanlarini, ota-ona dushmanlarini, o'zining vatan tuproq dushmanlarini mutlaq unutishga ve onundan özünün hakkını talep kılışqa ve kıgan cinayetlerini sürüş kılışqa Müslüman haklı o. Hem bu imanının talep takazzası var. Allah Allah'ida bu hakta bizge hayat da iki nesine geldi bu yerde. Lekum sizlerinin menfaatınlığı deyişilen birge hayatun tenvin bilen çoğun bir hayatlık vardır. Allah bayan kıldı. Eğer karşılık kılmagan, cinayet ötkize verse o cinayet reddiye vermegen, onu yok kılıverse, onun yok kılığına inkar kılmagan millet o tüge verirdi, yokula verirdi. Her kaçan halısa onun üstüden zulümlerini yürgüzür verdiğin buludu. Düşmanlar. Şu Allah subhanahu ve ta'ala'nın bu sözü biz mümin Müslümanlara hayatlıkını qanday saqlab qilishni o'rgatganlar. Qon to'kish hayatlıkını yo'qotganlik emas bu. Hayatlıkını saqlaganlik. Allah hammamizni haq yo'lda mustahkam qilsin. Va axiru davana alhamdulillah robbil alamin.